Arzon birodar, arzon narxda optim narxda mashinalar qo'yib yuboramiz. Do'stlar, videoga обязательно like bosgan holda videoni oxirigacha ko'ringlar, sizlarga manfaatli bo'lib qolishi aniq. Bu videoni ko'rishinglar bilan sразу mashina ishqibozlariga videoni podressiya qilib qo'ysanglar, siz biz sababchi bo'lib qolamiz. Birinchi mashinamiz 2017-yilda ishlab chiqarilgan Ravon bo'ladi. Toza avtomat do'stlar. Olasizlar, xudo xolasa tayyor minasiz. Lekin balon holatlari 20-30% do'stlar. Xo'p, yurgan probegi 246 ming, mashinamizda gazi bor. Avtomat 4-paketli metan gaz. Xo'p, balon holatlari 20-30% o'z uchun bitta balon taqib olasiz. Kraskasiga keladigan bo'lsa 35% kraskasi bor. Ikkita krilo, xo'p, orqa krilosi bor, bitta eshigida kraskasi bor. Oldi orqa hamma yog'i but-butun. Hadovoylarda ozgina ishi bor, lekin motorlari moy emas ekan. Tayyor olasiz, minasiz. Siz uchun shu mashinamizni oling sizlarga $5800 2017 avtomat. Siz uchun 2017-yilda ishlab chiqarilgan 128 ming probegda bir qo'l Spark ekan, bir qo'l Magic Carpool. Xo'p, Pioneer Mafon, Kenwood kolonka, Kenwood oscillator, 4 ta baloni ham yangi ekan mashinalar bor. Olasizlar, mazza qilib minasizlar. Xudo xolasa, mana shu eshikni ko'ryapsam, miyatina qilish kerak bu eshik bilan qo'shib. Xo'p, orqalarini ham mana ko'rib olamiz. O'z uchun bitta yaxshi chexol polik taqib, Kenwood kolonka, Kenwood oscillator, xullas bits qilib yuraverasiz. Na metan, na propan qo'yilmagan ekan. Ko'ryapsan mana, kolonkalarni ham ko'ringlar. Mashinamiz bitta shu joyda kraskasi bor ekan, mana parogida ko'ryapsan mana, shpaklab ko'rgandan ko'chib ketgan ekan. Siz uchun shu mashinani bor-ku, siz uchun $5600 ga qo'yib beramiz. Bir qo'l mashina 2017 kraskasi pashti toza 127 ming probeg. Xo'p, bu mashinamiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Probegi 280 ming, 4-chi pozitsiyasi bo'ladi. Xo'p, 4-paketli metan gazi bor. Tayyor olasiz, mivoradigan joy. Xo'p, kraskasiga keladigan bo'lsak, buni ham 30-40% kraskasi bor. 3-paketli gaz ekan do'stlar. Tabloda 172 ming turibdi, lekin o'zi asli 280 ming ekan do'stlar. Ana bank qilishgan ekan, o'shanda sal probegini kamaytirishgan ekan. Bizda nima deydi? Halollik, to'g'risini aytib sotamiz. Sizlar uchun shu mashinamizni $7000 ga qo'yib beramiz. 2020 gazi bor. Xo'p, Captiva'miz 2013, yurgan probegi 167 ming, beli jemchug rangda 20 diska balonlar taqib qo'yilgan. Salon holati ham idealli turibdi. Tayyor olasiz, mazza qilib yuboring joy. Mana shu 20 diska balonga qaramasdan bor, mashinamiz yumshoq yuradi. Motorlari moy yemaydi, korobka perdachasi umuman muammosi yo'q. Orqalarini ham bitta aylantirib ko'rsatib operator. Beli jemchug rangda $11000 ga qo'ygandik do'stlar. Klient kelganda nimadir sabab bo'lib olinmadi. $10900 ga qo'yib beramiz. Chazorimizni $18000 ga qo'ygandik. Siz uchun bor $17700 ga qo'yib beramiz. Kraskasi toza, 120 talisi bo'ladi do'stlar. Tayyor olasiz minasiz. Xo'p, $17500 ga Malibu 2.4 motorda benzinda yurgan, polni navrot qilingan, Merz hadova qilingan, shumka qilingan, xullas navrotda hammasi shu Malibuda mujassamda. Обязательно videoga bitta like bosib qo'ying, lekin bor joningiz sog' bo'lsin. Like bosgan qo'llaringiz bor, dard ko'rmasin. Siz ham aynan sotmoqchi bo'lgan mashinangiz bo'ladigan bo'lsa, arzon birovga murojaat qilsanglar, naqd pulga sotib olamiz yoki kanalga qo'yib bo'lsam sotib beramiz do'stlar. Biz sababini qilamiz, hammasi Allohdan. Shu videoni ko'rib turibsiz. Telegram kanalimizga o'tib oling. Telegram kanalimizda bundan ham ko'p mashinalar qo'yib yuboramiz do'stlar. Joningiz sog' bo'lsin, omon bo'linglar, yaxshi kunda ko'rishaylik. Sog' bo'linglar.